Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Xabar kanalimizga hoş geldinglar. Bugun 7-oyning 15-kuni. Tunigun kishilarni xush qiladigan bir xabar tarqaldi. U bo'lsa Prezident Trump efendim Hong Kongning avtonomiya qonuniga imzo atdi. Ya'ni tunigun Amerika vaqti tushdan keyin soat 5lar bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini ochdi. Tunigun bo'lsa Prezident Trump Hong Kong qonuniga imzo atadiganligi eng oxirgi kuni edi. Hammamizning xabari bo'lgandek 7-oyning 1-kuni Amerika Avam palatasi va Kengash palatasidan Hong Kong to'g'risidagi qonun ma'qullanib, to'liq ovoz bilan tasdiqlanib, 7-oyning 2-kuni Prezident Trump efendimning ustal oldiga kelgan edi. Shu kundan boshlab sanasak, shanba, yakshanba damish kunini chiqarib o'tganda, tunugungi kun eng oxirgi imzo atadigan kundi. Ya'ni 10-kuni edi. Tunugun Washington vaqti soat 5lar bilan Prezident Trump efendim muxbirlarga javob bergan vaqtida men Hong Kong qonuniga imzo atdim. Endi Xitoy hokimiyati Hong Kongliklarning erkinligini dafsanda qilganligi to'g'risida hisobini olaman. Hozirdan boshlab Hong Kongning burunqidek xalqarodagi alohida imtiyoz o'rni ilib tashlandi. Mayli savdo jihatdagi eksport-import jihati bo'lsin, pul muomaladagi alohida o'rni bo'lsin, yig'ib aytganda xalqarodagi Hong Kongga davomlashib kelayotgan har jihatdagi alohida imtiyozlar butunlay ilib tashlandi debdi. Uningdan boshqa Prezident Trump efendim men yana bir ma'muriy qonunga imzo atdim. U bo'lsa Hong Kongning ma'muriy organlar va ma'muriy organlarda vazifa o'tab kelayotgan shaxsiylarga qadar konkret jazo qo'llanadigan bir buyruq deb so'zlab o'tibdi. Bundan boshqa Oqsaroyninki to'rbitidimi Hong Kong to'g'risida Hong Kongga jazo qo'llanish uqtirishi e'lon qilinibdi. Tunugun Washington vaqti kech soat 5dan keyin ichilgan muxbirlar yig'ini taxminan 1 soat atrofida davomlashibdi. Muxbirlar yig'inida Prezident Trump efendim yuqorqi mazmunlarni so'zlab o'tibdi. Muxbirlarga javob berish yig'inida ikki muxbir savol so'rab, Prezident Trump efendim sen Xi Jinping bilan yana telefonlashdingmi? Mush to'g'riliq rasmiyni qila deb so'rabdi. Prezident Trump efendim javob berib, yo, men Xi Jinping bilan telefonlashmadim. U kazzab bilan telefonda so'zlashadigan ish tugidi debdi. Yana bir televizor muxbiri Prezident Trump efendimni ziyorat qilib, sen yil beshida Xitoy bilan birinchi qitimliq savdo kelishimiga imzo atgan, endi ikkinchi qitimliq savdo kelishimini qachon imzo atmoqchi bo'lyapsan degandek savolni so'rabdi. Prezident Trump efendim ichiga deb bir tatib etib, ikkinchi bosqichlik savdo imzoni atadigan ish endi tugidi. Birinchi qitimliq savdo kelishimiga imzo etib, Xi Jinping degan kazzab meni o'ngay qo'ldirlatmadi. Endi unda ishlar bo'lmaydi debdi. Endi yig'ib aytganda Hong Kong avtonomiyalik alohida qonun Amerika hukumatining mayli davlat majlisida bo'lsin, Amerika prezidentining imzo etishi orqali bo'lsin, bu qonun nihoyatda o'ngishli tasdiqlandi degan gap. Endi ikkinchi qadamda bu qonun rasmiy holda ijro qilish qadamini bosadi. Oldi bilan Amerika davlati 11-oyda cho'ng saylan bo'lishdan burun, ya'ni 10-oydan burun Hong Kong qonuni to'g'risida Hong Kong hukumat arboblarini jazolash to'g'risida konkret bir jadval loyihalab yozilib chiqishi kerak ekan. Bunda aytganda Hong Kongning bir davlatda ikki xil tuzumiga buzg'unchilik qilgan Xitoyning Hong Kong to'g'risida bexatarlik qonunini yurgizishda va shu qonunni loyihalab barpo qilgan jarayondagi munosabatli Xitoy amaldorlarining hammasini, ya'ni Hong Kong ma'muriy amaldorlarining hammasini qo'shib jazolash tadbiri endi e'lon qilindi ekan. Masalan, Hong Kongning ishlariga chetishliq shaxsiy ma'muriy organ, Xitoy hukumatining amaldorlari qatorliq hammasi jazolash to'ridan qechib qutulmaydi ekan. Balkim bu jazolash loyihasi baldiraqmi bitib qilishi mumkin. Bo'libmi Hong Kongning hozirgi birinchi qo'l boshlig'i Lin Zhenyu qo'l ostidagi parxor Xitoy amaldorlari va Hong Kongdagi soqchi organ va soqchi organlarningki yaloqchi boshliqlari va Hong Kongga besim yurgizayotgan bevosita munosabatlik Xitoy hukumat amaldorlari ularga bir-birlab jazo yurgizib, ularningki Amerika va Angliyadagi mol-mulklari va ularning urug' tuqqanlarining butun mol-mulk besotlari to'ng'itilib, ularning
Amerika ve Angliya keldigan salohiyatları ilib tashlanib, bunday aytganda ig'ir iqtisodiy jazo yurgizildi ekan. Mayli Xitoy amaldorlari bo'lsin, jazo yurgizgan. Hong Kong amaldorlari bo'lsin, yillardan beri hukumat beshiga chiqib olib, Uyg'urlarni ekspluatatsiya qilgan, Hong Kongda zo'mugarlik qilayotgan, shu yuqori qishloq munosabatlik butun Xitoy amaldorlarining yillardan beri bolalari uchun, urug' tuqqanlari uchun va ularning kelgusi uchun to'plagan millionlagan, milliardlagan pullari, mol bisotlari Xitoy davlatida saqlashdan ansirab Amerika Angliyaga opirib, boshqalarning nomida yushagan butun mol dunyolari musodir qilindi ekan, to'nglatildi ekan. Bu chaqda bu amaldorlar o'z ishxonasida o'rtirib turgan bilan yurikidan, ichidan biroq tugishidi ekan. Qarxo'r shaklda o'g'irlab, bulongchilik qilib to'plagan pullari to'nglatilib, musodir qilayotgan bundaq jarayonda hargizmi bardoshlik berolmaydi ekan. Xitoy amaldorlarininki amaldor bo'lishdagi birdan-bir maqsadi tigi-tigidan ilib yetganda har xil vositalar orqali mol dunyo to'plashgan. Endi bu mol dunyodan arilib qolsa, bu amaldorlarga ajallik zarba bo'ladi ekan. Endi Xitoy davlati bo'lsin, Hong Kong alohida rayoni bo'lsin, bundan keyin davlat qarzi elish, bank orqali bankadan pul yutkash, Hong Kong puli bilan Amerika puli almashish muomalalari butunlay uzib tashlandi ekan. Yig'ib aytganda, hech vaqtini tortib e'lon qilgan va bundan keyin e'lon qilayotgan Xitoy hukumatlarininki shirkat, ma'muriy organ qatorliq organlarga jazo qo'llangan va jazo qo'llanish tizimligiga ilingan har qanday organlar bilan chet el banklari munosabatini uzib tashlaydi ekan. Ma'lum bir chet el shirkatlari Xitoyning jazo tizimligida bor organlar bilan munosabat bo'lib qolsa, bu chet el organlarimi banklarning jazosiga uchraydi ekan. Hattoki banklarmi jazolashdan qochib qutulolmaydi ekan. Yig'ib aytganda, mayli shaxsiy bo'lsin, mayli Xitoy hukumat organlari bo'lsin, chet el savdo shirkatlari bo'lsin, bankalar bo'lsin, butunlay munosabatini to'liq uzdi ekan. Masalan, Hong Kongning xalqarodagi cho'ng bankisi Xitoycha Huifeng Yinhang, inglizcha qisqartib HSBC. Mana shu bankada Hong Kongning birinchi qo'l rahbari bo'lgan Lin Zhengyuaningki bank hisobi bo'lsa, u bank hisobini darhol taqash kerak ekan. Agar bu banka bu ablaqning bank hisobini taqmasa, bu chaqda Amerika hukumati bu HSBC degan bankining qanot quyruqlarini kesib tashlaydi ekan. Yig'ib aytganda, tizimlikda e'lon qilingan jazolash tizimiga yozilgan shaxsiy va organlarga chetishliq bankalarmi og'ir peshkanlikka uchraydi ekan. Lekin xalqaro cho'ng bankalarga bergan kengchilik bo'lsa, bir yil ichida Amerika e'lon qilgan va jazolashga tegishli shaxsiy va organlar bilan munosabatini uzib bo'lishgan. Bir yil muddati to'shqandan keyin yana davom qilsa, u chaqda bu xalqaro cho'ng bankalarmi balo qazoga uchraydi ekan. Bu qitim Amerika davlatining ilib berayotgan jazolash usuli va payli intayin yomon ekan. Yig'ib aytganda, biz Prezident Trump efendimga alohida rahmat etishimiz kerak. Faqatla Prezident Trump efendim Xitoy hokimiyatining ko'ziga qo'lni tiqoladi. Faqat Prezident Trump efendim Xi Jinpingni o'rtug'izib qo'yib kachtiga uroladi. Biz Amerika davlatininki yaqin mezgildagi prezidentlarni ko'z oldimizga kelsak, Amerika prezidentlar ichida faqat Trump efendim Xitoyga qaqshatqush zarba beryotdi. Faqat Prezident Trump efendim Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lyotdi. Tibet masalasiga ko'ngil bo'lyotdi. Hong Kong masalasiga ko'ngil bo'lyotdi. Prezident Trump efendim taxtiga chiqqan kundan boshlab Xitoy bilan bo'lgan savdo urushini boshlavatdi. Amerikaning hech bir burunqi prezidentlari Xitoy bilan muomala qilganda yuqori tambojni boj elish jazosini qo'llanib boqmagan edi. Mana Prezident Trump efendim bu ishlarni qila oldi va bu ishlar orqali Xitoy bilan yomonlashish vaziyatini Prezident Trump efendim yarata oldi. Hammamizga xabar bo'lgandek, Prezident Trump efendim ha deganda Xitoyning Zhongxin shirkatiga ajallik zarba berildi. Huawei shirkatiningmi bo'yindan tutib, hozir peqirtib, u yoqdan bu yoqqa chaqirtib yetib bordi. Bo'libmi Xitoyning Janubiy dengiz masalasi kelgan chaqda Prezident Trump efendim aniq pozitsiya bildirib, Xitoyning Janubiy dengizda ilib berayotgan kengaymichiligi, qolgan bir odam yo'q bir orolga Xitoy davlati o'zining ismini yozib olib, bu orollar va dengiz tavaligi bizningki degan qilmishlariga sening bu ishlaring butunlay qonunsiz degan edi. Demak, Xitoy davlati
Xitoy Janubiy dengizda ilib berayotgan harakatlarini Amerika davlati butunlay qonunsiz deb e'lon qilganligi hamda Janubiy dengizda Xitoy davlati bilan urush qilaman deganligi. Obamaning davrida bo'lsa, Xitoylarning Janubiy dengizdagi zo'migarligiga sukut qilib, faqatla Janubiy dengiz bo'lsa, butun dunyoning parxodlari erkin qatnaydigan bir cho'ng yo'l deb e'lon qilgan. Hamda prezident Trump afandim bo'lsa, ko'ta qasqiningni shundami mo'lla pok bo'lgan bormi? Janubiy dengizga Xitoyninki butun ta'sir kuchini yo'q qilish kerak deb chaponni soldi. Amerika hukumatining yana bir xabariga qaraganda, New York Wall Street ko'chasidagi Xitoy paychek shirkatlarining viviskalarining hammasini ilib tashlaydi ekan. Chunki Wall Street ko'chasidagi Xitoy paychek shirkatlari hech zaman bir Amerika davlatining moliya qoida tuzum bo'yicha ish ilib boqmabdi. Bunda aytganda prezident Trump afandim putig'i o'tikni kiyib Xitoyning bu paychek shirkatlarining hammasidan qo'ng'i tep chiqarib ekan. Hozir Oqsaroydagi prezident Trump afandimning mayli iqtisod mutaxassis maslahatchisi bo'lsin, mayli davlat bexatarlik maslahatchisi bo'lsin, mayli savdo sohasidagi bosh maslahatchisi bo'lsin, bularning deyishicha hozir prezident Trump afandimning ustilda Xitoyni jazolaydigan qadam bosqichliq har xil turdagi tadbirlar tizilib to'shib ketdi debdi. Hamda bu qadam bosqich Xitoyni jazolash tadbirlarini bir-biridan ilib Xi Jinpingning beshiga otidi debdi. Amaliyotda mana biz ko'rib turibdik. Bu qitim Hong Kongning oliy avtonomiya degan qonunni tasdiqlash orqali Xitoy hokimiyatiga ajallik zarba beradigan jazosi endi boshlandi ekan. Xitoy hukumati bo'lsa, Amerika davlati va dunyo xalqaro oldida bo'lsa, o'tkazgan jinoyati intayin og'ir. Amerika hukumati texi Xitoyning virusi to'g'risida texi hisoblashmadi. Xi Jinping degan bu ablaq butun dunyoga virusni tarqatib etib, dunyoga balo qazo paydo qildi. Bu hisob texi bor. Undan boshqa Amerika hukumatining yordamchi bosh kotibining deyishicha, Xitoyning Janubiy dengiz ishlariga chetishliq Xitoy dengiz armiyasining boshliqlariga jazo yurgizamiz. Xitoy dengiz armiyasiga chetishliq shaxsiy shirkat, hattoki neft shirkatlaridan tortib jazo yurgizamiz debdi. Bu demak, chet el neft shirkatlari Xitoyning armiyasi va dengiz armiyasiga neft sotgan bo'lsa, bu chet el neft shirkatlari jazolandi degan gap. Bunday aytganda, bundan keyin Xitoy davlati bag'on siri Shimoliy Koreya va Eronga o'xshash keng ko'lamli jazo yurgiziladigan bir davlatga aylandi ekan. Amerika Xitoy o'rtasida bir-birisi bilan dushmanlashish, bir-birisiga jazo e'lon qilish, oxirida Xitoy Amerika o'rtasidagi munosabat tubdan uzilish, tirkishish palakka yetish orqali oxirida rasmiy holda keng ko'lamli Xitoy bilan urush ichish vaziyati kelish oldida ham ko'rinyotdi. Hamda erkin va demokrat yo'lda menayotgan butun g'arb dunyosi birlashib, Amerika boshchiligida Xitoyga ajallik zarba berib, Uyg'urlarning va Tibetlarning qiniga bo'yalgan bu Xitoy hokimiyatini gumron qilib tashlaydi. Alloh g'arb dunyosiga Amerika davlatiga madad bersin. Uyg'urlarning intiqomini ippasin. Eng yangi qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.